Mana kanatimizni ham chiqib oldik. İnşallah mana sayohatimiz davom etadi. Kanatimizni uzunligi 2 kilometr ekan. Yurish davomi, demak vaqti 20 minut vaqt tashkil qiladi. Ana siz 20 minut davomida o'zgacha bir zavqni o'tyapsiz, ya'ni atrof juda chiroyli, pastda sharqiragan soylar, go'zal tog'lar sizlarga hamroh bo'ladi. Qanday sayohat? Yaxshi, zo'r. Sizlar ham chiqinglar va bu zo'r. Shunchaki bu bomba. İstersek toplanıyor falan. Oy, onu taştı. Birini sen tushirsan, ha? Rahmat. Birden o şoka kısılıp kaldı. Shu sen tur o'zim olaman. Borsa so'kib o'zimiz olib beramiz akalar. Mana birinchi kunimiz umumiy ko'rinishi. Ya'ni mana shu qayiqlarimiz nari sohilga olib chiqadi, endi ikkinchi kunga boradi. Mana sayohatimiz boshlandi. Ve qayig'imiz 20 ming so'm bir kishiga. Borish 10 ming, kelish 10 ming so'm. Ana ko'limizni tiniqligini qaranglar suvda. Mana birinchi ko'limizdan ikkinchi ko'limizga o'tyapmiz. Ikkinchi ko'limiz Ko'k ko'l deb ataladi. Birinchi ko'limiz bu Qurbon ko'l deb ataladi. Ve ikkinchi ko'limiz ham birinchi ko'limizga qaraganda juda chiroyli manzara. Demak, shu yerda dam olamiz. Ko'k ko'ldan ana shu soy orqali birinchi ko'lga suv keladi. Birinchi ko'limiz noyabr oylariga kelib qurib oladi. Buni ko'pchilik bilishadi. Ya'ni qorlar suv erish to'xtagandan so'ng birinchi ko'ldan suv o'tmay qoladi.
Keyinchalik yana aprel oylaridan bu yo'limiz to'lish boshlaydi. Va Qurbon kuni eng zo'r bo'lgan vaqti mana shu iyun oyining ikkinchi yarmi, iyul avgust oylari shu yo'limiz to'lgan holatda bo'ladi. Keyinchalik oktyabr noyabr oylariga kelib bu yo'limiz suv tugaydi va faqat yo'lning tubi qoladi xolos. Mana shu ikkala yo'l o'rtasida uy mehmonxonalari bor. Ya'ni xohlovchilar mana shu mehmonxonalarda qolishi mumkin. Qolsa o'to'da, qolsa demak kotej sifatida demak qolishlari mumkin. Ozgina narxni so'raymiz. Bundan tashqari bu yerda namozxona ham bor. Ya'ni bu yerga namoz o'qishlar bemalol besh vaqt namozlarini ham ado qilishlari mumkin. Bo'z uylarimizni bir kishilik narxi O'zbekistonga 150 so'mga to'g'ri kelar ekan. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. Mana bo'z uyimiz. Kamida bir 15-20 tadan sig'adi bu yerga. Yerda palatkamiz ham bor. Palatkamiz bu ham bir kishiga 150 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. İçinde sorular var. Tashqari namozxonamiz bor. Bemalol kelib bu yerga dam olishlari mumkin. Mana ikkinchi yo'limizga keldik. İkinci yo'limizning manzarasi umumiy. Hozir yaqinroqdan shuni olamiz. Xohlovchilar uchun mana katamaranlar bor, umumiy qayiqlarimiz bor. Katamaranlarimiz 25 mingdan, 2 kishi demak chiqadi, 50 ming bo'ladi. Nari katta qayig'imiz bor, u 20 mingdan kun bo'ylab sayohat uyushtiradi. Katamaranni umumiy vaqti yarim soatga 50 ming so'm. Xohlovchilar uchun mana shu yo'limizda to'g'ri ko'rinib turgan joyda Shahid daryo keladi. Mana shu daryo bo'ylab ham sayohat qilsam bo'ladi. Demak, u yerda ham piknik qilganim juda yaxshi joylar bor. Qayig'imizdan yo'lga chiqdi. Xohlovchilar uchun mana bu yerda piknik qilgan ham joylar bor. Tabiat qo'ynida shashligimiz ham pishayapti. Go'zal tabiat manzarasi juda ketadi bu narsalar. Sayohatimiz o'ta zo'r ketyapti. Ayniqsa bolalar maslahat qilyapti mana. Barchalaringizni ko'p ko'rgani Shohimardonni ko'p ko'rga kelishingni taklif qilaman. Sayohat o'ta zo'r. Shunchaki bomba. Qadrli kanal kuzatuvchilari, bugungi kuni Qurbonga bo'lgan sayohatimizni yakunlaymiz. Shohimardon masalasi bo'yicha qanday bir savollaring bo'lsa, kommentariyalarda bemalol yozishlaring mumkin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta ko'rsamiz, like bosinglar, obuna bo'linglar va eng yaqin do'stlaringizga videolarni jo'natib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.